dorixonasi hisoblanadi. Bronxit, astma, zoqlarga, nafas yo'llari kasalliklarida hamda asab tizimi kasalliklarida samara beradi. Bu muolajaxonamizda 3 kundan 5 kungacha olish mumkin har bir bemorimiz. Bu aparatimiz o'lcha aparati. O'lcha aparatimiz teri ostiga yallig'lanishlarni yaxshi qilishda, operatsiyadan keyingi holatlarda, ya'ni yiringlash holatlarini oldini olishda qo'llaniladi. Ayniqsa grija, mana bu bo'g'imlar sohasida yallig'lanishlarga doimiy qo'yib boramiz. Bu aparatimiz ultrazvuk aparati deb aytiladi. Bunga har xil mazlar bilan odamlar oyog'i, beliga, teri osti qavatining yallig'lanishlariga qarshi kurashish, yallig'lanish oldini oladi. Bu aparatimiz Nugabis karovat deyiladi. O'zidan infra qizil nur chiqaradi. Bemorda kasalliklarda toshlar tortadi. Birinchidan, ikkinchidan grija, bel, bo'yin og'riqlarida kasalliklarga davo, oyoq og'rig'i, asab, qisilgan tomirlar ochib beradi. Biz aparatimiz bir vaqt o'zida 3 tomonlama tuk beradi. Yelka, qo'l, oyoq sohalariga tuk berib, sanchiqlarni oladi. Oyoqdagi revmatizm, hamma kasalliklarga davo. Bu aparat suv ostida belni tortadi, suv ostida belni ko'krakni, umurtqaga tortadi. Dumhazar atrofi yoki beldagi rejalar so'rishga yordam. Umurtqa sohasida bo'lgan rejalar so'rishga yordam beradi. Bu xolani oyoqlari og'riydi. Shuning uchun osteoxondrozi bor, oyoqlarda shamollash bor. Bu masajimiz uqalash masajidan davolovchi.